Temirchan. Ko'rdingmi? İkimiz qasamlashganda menga sovuq qilgan ilk ushqingni yenimdan ayirmay keldim. Endi do'stlikning bu nishonini qinim bilan bo'yatsin. Bo'ladi. Aramızdaki dostluk hem nefret, şafaat hem adalet, muşnun bilen tügüsün. Bunundan keyin düşmanlaşıp yürümeyli. Jaqagan bu tağa, bunu xan atamga topshirib bering. Xan atam g'amxo'rlik qilib, atidarchilik qilsin. Bo'ladi, qog'anim. Yürüme! Qog'anim, Jamoqani tirik qo'ysak bo'lmaydi. Xan ota, uni o'ldirib etmaydimi? Qog'anim, bu Jamoqa ikki qatim qisaskar dushmanlar bilan birlashib, silini o'lim girdobga qistadi. To'g'ri deydi qog'anim. Jamoqa ishtidor ham qarniyatli ekan. O qilgan yaxshiliklarni bilmaydi. Mo'rt kelsa, yana sili bilan qarshilashadi. Bo'lmas. Jamoqa menga yaxshilik qilgan shu qilgan yaxshiliklar uchun o'ltirishga qo'lim bormaydi. Qa bilan qasamdosham, uning yaxshiligini ko'rgan bo'lg'achqa, xon akamdan uning g'amxo'rlik qilib, atidarchilik qilishlarini o'tindi. Uni bunda qilar deb o'ylamabdiman. Xon ota, Temirchan yaxshiq bo'lish ustigan. Bu ahvolda biz nemishqa yomon ataq olib ekmiz. Uning ustiga Jamoqa yaylaqdagi kam uchraydigan Batur surishimizga foydasi tegadi. Shunga uni oramizga ap qilayli, farmonimizni kutsin. Biroq bu Jamoqa boshqalarning qo'lida uzoq turadigan odam emas. Xonaga uni e'tiborlab ishlatmisizlar. Ay, o san-sanoqsiz cheriklari bilan menga tankilanmagan edi u. Mana endi eg'iz bilan tilidan boshqa uning yana nimasi bor deysizlar, ha? Taga, ansirman. Temirchan bizni uningga g'amxo'rlik qiladi. Undaq bo'lsa yaxshi yem bo'g'iz berib uni bordayli. Cheriklik huquqini bermasaklar, uning har qanday yomon niyati bo'lsa-mu, padalarga go'rxon bo'lib yurmas.